Avtoskidkada mashinaning dedasi erkagi Monster kelgan do'stlar. Isuzu D-Max LS 3 litrlik turbo dvigatel dizelli solyarka motor 18lik R18 diski balonlarda kraska 100% radnoy 60 ming probekda mashinaning saloni ko'shalari idealniy turibdi. Elektronikasini bas ishiri konditsioner, abagrev hamma narsasi bor. Full versiyasi bu do'stlar. Отдельный mijigar 909 ham qo'yilgan. Mashinaning hech qanday rasxodi yo'q, projektorlar, hamma narsasi tayyor. Orqasining ustining borti bor, zavodskoy borti. Uni ham qo'shib beriladi. Mashinaning turishina baho beraverasizlar do'stlar. Охотникlar, baliqchilarga tashab qo'yasizlar. Keybini olib, охотga ketaveradigan mashina. Tayyor. Bu mashinada 390 million so'm bo'lsa beriladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Üstünde bir so'm yarim so'm kelishsanglar bo'ladi.